Nima uchun aynan kesirva bilan tug'ilgan bolalarning o'pkasi bilan problema ko'proq bo'ladi va o'zi tug'ilgan bolalarning o'pkasi bilan problema kamroq bo'ladi? Agar bola o'zi tug'ruq yo'lidan tabiiy yo'l bilan tug'iladigan bo'lsa, bolani ko'krak qafasi siqilib chiqadi va o'pkadagi ortiqcha suyuqliklar chiqib ketadi. Natijada surfaktant sistema, o'pka sistemasi tez ishga tushadi. Bu birinchisi. Kesirva bilan tug'ilgan bolachalarda kesilgan vaqtda to'g'ridan to'g'ri tashqi muhitga olib chiqiladi va bolani ko'krak qafasi siqilmaydi. O'pkada suyuqliklar o'zi tug'ilgan bolaga nisbatan turib qoladi. Bu natijada o'pkani ishlash funksiyasini pasaytirib beradi. Agar bola sog'lom bo'ladigan bo'lsa, muddatiga yetilib tug'iladigan bo'lsa, tabiiy tug'ruq ham kesirvani ham u darajada o'pkaga ta'siri bo'lmaydi. Agar nimjon bolalar bo'ladigan bo'lsa va ona atrof suvlari ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki kam bo'ladigan, bolada gipoksiya bo'ladigan bo'lsa, kesirva bilan tug'ilganda biroz qiynalishi mumkin. Tug'ruqni kesirva yoki o'zi tug'ishini tanlash faqat akusher-ginekolog tomonidan belgilanadi.